Assalomu alaykum do'stlar. Mana yangi domni ko'rgani keldik. Xullas yaram eshikdan kelganda zal eshikdan kelganda koridor mana. Bu to'g'ri kuxnasi. Bu mehmonxona, bu spalni, bu dush. Ko'rgan 3 ta. Kuxna, spal nimasi, mehmonxonasi, spalni, 2 ta komnata var. Dush, koridor mana. Kirganda kuxna mana. Endi mehmonxonaga kiramiz, mehmon zaliga. Mana. Endi mana spalni. Paragoylari qo'yilib olgan. Paragoylarni ham qo'yib ketamiz biz. Bizdan keyin berib usta keldik mana. Bunday. Bu yoqqa kirganda dush mana. Dush mana. Mashina mana nesiptib ko'rgani keldik mana. Menga 2 ta komnat. 2 ta komnat, bitta kuxna. Kuxna, bitta komnat, 2 ta komnat. Koridor mana. İki komnatlik. 60 kvadrat ekan. 60 kvadrat. Şimdi kelishib qolsak mana mashina qilamiz mana. Biz o paragoylari bilan paragoyni elektrikasini, santexnikasini, polini, patologini, duvalini, eshiklarini qo'yib, üstü ariston, pariston bar lyustralarga bosib chiqib ketamiz. Mana tushishdan oldin mana sho'rlarni yuvish kerak mana sho'rlar. Shpagilovka qilib, nima qilgandan keyin yana chiqib beradi bu mana. Ko'ringizmi mana. Sho'r ko'ringizmi? Mana. Mana. Kraska qilgandan keyin mana sho'rlar chiqadi. Va sho'rlarni polni yuvish kerak. Yuvasa bo'ladi. Shpagilovka yopib ketadi deb ketaversa, mana qumshog'i yopmagan. Shpagilovka ham aniq yopgan. Namni qaranglar shu. Namdan chiqib keladi sho'r. Nima yo'q? Qumshog'i yopmagan. Shpagilovka ham yopmaydi. Buni ponni do'st sho'rni yuvilgan bilan yuvib chiqish kerak. Ponni. Do'stlar. Shpagilovka yopib ketadi deb usta ketgandan keyin mashinalar yana chiqib beradi, mashinalar. Yana chiqib beradi. Iloji bo'lsa mana shunday ko'chirib berib turib, ko'chirib berib. Buni boshqatdan qilish kerak. Ko'chirib olib tashlash kerak buni. Iloji bo'lsa. Dushni ichiga обязательно beton kontak sho'rni chiqarib oladigan dapatolog urish kerak. Bo'lsa dushni ichida komnatdan ham chiqib beradi. Dush bo'lgandan keyin maylardan ham chiqib beradi. Maylar qo'qsa mayaqdan ham tepib chiqadi. O'shuning uchun buni ishlarni ham qilish kerak. Bu yog'idan ham chiqib beradi, maylardan. Maylardan ham chiqib beradi. Kanalimizni izlanglar, xattalab qo'yinglar. Mayli tinch bo'linglar do'stlar. Bemalol podpisatsiya bo'lib, kommentariy yozib, boshida nomerlarga yozaveringlar.